Fermamga xush kelibsiz. Ismim Sherzod. Instagramda shaharli fermer akkauntini yurgizaman. Bu meni fermam. Bugungi obzorimiz quyonxonamiz. Navbat bilan hamma parrandayu, hamma hayvonlarni bitta-bitta videoga olib YouTube'ga joylab boryapmiz. Yangi qo'shilganlar uchun bitta eslatma. Asosiy qiladigan ishimiz biz parrandachilik bilan shug'ullanamiz. Parrandachilikda tuya, qush, bedana, o'rdak, g'oz, tovuq, qimmat tovuqlar ham, arzon tovuqlar ham, urushqoq tovuqlarni hamma parrandalardan yetishtirib ko'rdik. Eng zo'ri ham, eng foydaligi ham shu. Bedana bilan o'rdak bo'ldi bizga. Yaxshi daromadli ekan. Bu haqida to'liq videolar olib YouTube'ga va Instagramga joylab boryapman. Nasib bo'lsa ichkaridagi obstanovkani bitta ko'rsataman. Molxonaga joylangan qo'yon ferma. Kichkinagina qo'yon ferma, byudjetli. Bizning kanallarda, YouTube'da ham, Instagramda ham asosan byudjetli narsalar ko'rsatiladi. Ya'ni fermada nimaga ishlanadigan detal bo'ladigan bo'lsa, qo'shimchasini olib turib, bor narsa bilan foydalanib, noldan, yo'qdan bor qilamiz-da, xudo xolasa. Maqsad shu, byudjetli variant. Bedanani ham xuddi shu arzonligida oldik, qimmat qilib turib sotdik. Qushlarni ham xuddi shu arzonligida oldik, hali sotganimiz yo'q, lekin talab kuchli ekan qushlarga ham. Nasib bo'lsa bedana xonani ham bitta obzor qilaman. Molxonani va quyonxonani. Quyonxonaga ketdik. Bu 30 metrli molxonani ikkiga bo'lib olganman. Qish tarasa zo'r ish berdi. Yarimi o'rdaklar turgan mahalda bu tomonlari qurib turadi. Har 3 kunda, har 5 kunda tozalab bo'lgan. Beti rasoq o'rganda 4-5 kundan keyin bu yoqqa o'tardik. Beti tozalab turib, albatta dezinfeksiya qilardi. Liboy parranda boqiladigan joyda dezinfeksiya qilish kerak. 3 kun, 5 kun, 10 kunda bir bo'lsa ham yoki 1 oyda bir bo'lsa ham bitta dezinfeksiya qilish kerak. Shunaqa qilib mana shu molxonamizdan unumli foydalanganmiz. Dezinfeksiya qilib ish olib bordik. Bu tomoniga o'rdaklarimga tuxum tug'adigan joy qilganman. Setka bilan astoydil hafsala qilib to'sib qo'yganman. U tomoniga haliga quyosh nurlari tushmasin, tipa shunga o'xshagan qilib tuxum qo'yayotgan mahalla. U tomonni ham bitta obzor qilib beraman. Bu yoqqa mana xuddi shunaqa boks bo'lgan. Aslida bu yerda mol bo'lgan, molni oxiri u tomonda bo'lgan. Xuddi shu bu yoqda ham biz bu tomondan unumli foydalanish maqsadida nari tomonda quyonxonaga qilganmiz. Avval bedanaxona bo'lgan, yaqin-yaqin mana gipsokartonlarda to'sib quyonxona qildik. Quyonga 8 ta quyonga kletka oldik. Boshlanishga shu 8 tadan boshladik. Yetar ekan o'sha. 8 tani o'zi eplab olishim o'zi oson bo'lmaydi ekan. 3 ta xo'razini oldik, 5 ta makonini oldik. Birinchisini qiziqish bo'ldi-da, baribir quyonlarimizda yangi tug'di, ko'zlari ochilganda o'sha sirazu ila sotib oldik. Eng o'lik bozorda ham 600 ming, 700 ming, 800 ming turadigan quyonlar yetishtiryapmiz. Nasib bo'lsa, yoz paytida sezon yana ham kuchayib qoladigan bo'lsa, undan ham qimmatroqqa sotilsa kerak deb o'ylayapmiz. Pulimiz yetganicha, byudjetimiz yetganicha, aqlimiz yetganicha hayvonni olishiga pulimiz yetdimi, bir kichikroq hayvonga shuni olyapmiz, yetishtiryapmiz. Sal kattaroq turib, keyin sotyapmiz-da. Ozgina qo'shadigan joyimiz bo'lsa qo'shyapmiz, bo'lmasa ashini puliga boshqa narsadan ikkita olyapmiz. Maqsad shunaqa, 2 ta, 4 ta, 6 ta, 8 ta qilib yaratgan ekan izim bilan-da aslida. Bular ham bizga qo'shimcha doxod manbai. Nasib bo'lsa bu tomonga xudo xolasa qo'ylarni ham olib kelish niyatimiz bor. Sekin-sekinlik bilan. U bizning quyonxona. Molxonani oxiri va yo'lagi. Gipsokartonda to'sdikda, ozgina oqladik, ko'kladik, dicha pardoz-andoz qildik, lampochkalarni qo'ydik-da, videolarimiz zo'r chiqish uchun, yarki chiqish uchun, bunaqa kletkadan 2 ta sotib oldik. Onamiz tovuqniki bunga ahamiyat qilmaysizlar. Bu tovuqnikini yoqqa olib kirib qo'ydik. Xuddi shunaqa naryoqda kletkamiz ham bor, yaqinda 4 talik olib keldik. Buni ham bitta obzor qilaman, kraskaladik, oqladik, chiroyli xavsalar qildik. Quyonlar turlari bilan bitta tanishtirib chiqaman. Bu yerda 8 ta quyonimiz bor. Asosan karlik fransuskiy baran deb qo'yadi. Kichkina. Bunaqa qulog'i kalta boyagi yaqinda tuqqanda eri bu. Jup olib kelganmiz. Bitta Romeo degan quyonimiz bor. Rosa ham bolaligida olib kelgan edi. Ancha katta bo'lib, ancha sho'x bo'lib ketib qoldi. Buni Instagramda ancha urvini balandda bu quyonimizni. Ancha chiqishlar qilib bergan bizga. Bundan bir par olib kelgan edik. Anjonli akalarimiz sovg'a qilgan edi bizga. Qiz bolasini o'ltirib qo'ydik. O'ylabmizki, qiz bolani o'ltirib o'g'il bolasini o'ltirib qo'ydik deb turib, buni qiz deb o'ylabmiz-da. Bunga yana Monika degan ism ham qo'yibmiz. Obunachilar bilan bo'lishib, nimasini qo'ysa ekan deb. Keyin bilsak, bu katta bo'lgandan keyin o'g'il bola bo'lib chiqdi. Monika bu qiz bolaning ismi ekan-ku. Shunaqa qilib, hozircha bizni kak oila a'zoyimizdek yuribdi-da. Karlik baran zotiga mansub bo'lgan quyonimiz. Eng olibtalaridan biri. Olibtaligini va jicha jaydarrog'ini biladigan uslublari, qarang, qulog'iga e'tibor berish kerak ekan. Men ham yaqin-yaqindan beri boshlaganman. Undan oldin go'sht yo'nalishida boshlagan edim. Go'sht yo'nalishida shug'ullanganimda juda ham katta summa bankrot bo'lganman. Endi mana bu zotiylariga o'tdik. Zotiylarini ham adashmaslik kerak. Juda ham ko'p turi bor. Bunni uzun, qulog'i qalin, shalpan quloq juda ham xunuk. Naryoqda bitta bunni uzunimiz bor. Farqlashga oson bo'lishi uchun hozir uni ham yonma-yon qo'yaman. Asosan ajratadigan jihatlari ko'zi juda ham akkuratni bo'lishi kerak. Ko'zi qizil bir narsa bo'lmasligi kerak ekan. Ko'k bo'lsa yana ham qimmatroq bo'lar ekan, yana ham olibtaroq bo'lar ekan. Va qulog'i kalta va juda yupqa. Qalin bo'ladi bir xilgilarga, qalin qiyshiq bo'ladi. Shunaqa bo'lmasligi kerak ekan. Va asosan bu peshonasi, do'm peshona bo'lishi kerak ekan. Do'm peshona. Bunning uzuni ham bo'ladi-da, u уже jaydari buzilgan zot. Yana bitta olibta quyonlarimizdan biri kashtanovый цвет. Faqat to'xtab tur. Mana. Bu ham juda ham momiqqina, juda ham kichkina vesi, rosa
1 kilo 200 yoki 1 kilo chiqishi mumkin. Bes kichkina. Buni ham bundilari joy-joyida. Endi 100% hammasi menda zo'r demoqchi emasman. Har qalay tanlab chiroylilarini olib kelganmiz. Hozirgi bozorda eng olibta quyonlardan biriga kirar ekan bu ham. Parodasi esimda yo'q. Qulog'i kalta, o'zi ham 700 gram, 800 gram chiqadi xolos. Mana go'zalni ko'ring. Buni xotini yaqinda tug'di. 12 olib chiqib ham qo'ydik. Mana, men asalni ko'rsangizchi. Buni sovg'alarga juda ko'pchilik olar ekan. Mana. Kaltagina bo'ladi. 25 30 sm chiqmaydi, lekin menimcha bu. Buni asalligini ko'rsangizchi. Zo'r-a? Boqqanga yarasha mana shunaqa boqish kerak ekan. Biz ham endi tushunib kelyapmiz va tushungan narsalarimizni obunachilar bilan bo'lishmoqchi bo'lyapmiz. Sababi keraksiz joyga pulni tiqib qo'ymanglar degan maqsadda. Quyonda e'tibor beradigan joyi qulog'i. Shu 2 enlik bo'lar ekan xolos. Kallasi ham shunchagina. Boqqanga yarasha shunga o'xshagan shunaqa karliklarni boqib turilsa, endi hammani ham har xil planda bo'ladi-ku, hamma har xil planda, har xil maqsadda boqadi. Kimdir velikan boqadi, O'zbekistonda bitta bo'lsin, benda bo'lsin deb, kimdir bizga o'xshab puli yetganicha, aqli yetganicha shunaqa qilib движение sovg'a sifatida zo magazinga o'tkazaman deb. Men masalan shu zo magazinga maqsadim shu o'tkazib yuborsam, yoki-da obunachilarga e'lon qilgan paytda ham obunachilarga ham ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, sotilishi oson bo'lishi uchun maydarog'i, bu axlati ozroq chiqadi, ozroq yem yeydi, hamma yoqdan ozroq yeydi, karlik-ku 25-30 sm-lik. Naryoqda ayollari bor. Yana bitta olibtalarni olibtasi. Mana bunga e'tibor qiling, peshonasiga e'tibor qiling. Puchuqda, puchuq. Zo'ra. O'ta asal, momiqqina. Bunlari ham peshonasi ham asosan katta rol o'ynaydi ekan, qulog'i. Voy, sekin. Quloqlari ham juda kichkina. Juda akkuratna. Bunaqa shalpayib ketmagan, qalin emas. Bu qiz bola quyonimiz, ana Romeo'ning xotini. E'tibor bersangiz, bunni uchli. Qulog'i, endi balki videoda ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin, juda qalinroq va uzunroq. Buni ancha-muncha uchlida. Atak bu ham pokiza chiroyli, lekin zoti tugab ketmagan-u. Lekin narginga o'xshagan dum-dumaloq karlali emas. Shunaqa farqlari bo'lar ekan. Bunimiz bugun tug'di. O'zim akusherlik qildim yana. Bir fursat bo'ldiki, aqa-baqa chiqib kelganimcha nimagadir bolasini yeb qo'yibdi. Hech bunaqa holat kuzatilmagan. Oldin quyonchilik qilganimda kuzatilmagan edi bunaqa holat. Bolasini yeb qo'yadigan birinchi marta ko'ryapman. Mana uni bolasini qancha ushadim, qancha video qildim, birortasini tegani yo'q. Lekin o'lib qolgan holat kuzatildi. Ikkita bolachasi o'lib qopti. Kecha kuni Instagramga qo'ygan edim buni. Bolasi rasa sut yetmay qolgan ekan. Bitta kattasi, bitta kichigi o'lib qopti. Endi shunaqada, ana u выживает сильнейший deb qo'yadi-yu. Shunga o'xshagan narsada endi sut talashda o'zi kichkinagina, suti ham juda ko'p bo'lmaydi. 7 ta bolani tug'ib olgan. Shunaqa holatlari ham ko'p bo'ladi. Qo'shgan paytlaringda chislolarini yozib qo'yishlaring kerak bo'ladi. 28-da qo'shilgan ekan. Bunga ham joy qilib qo'ydik. O'zim ham qo'limni tiqqanib qo'yapman uni yashig'ini ichiga. Aytdan ko'rsataman hozir. Bolali quyonimiz. Boyagi kalta quloqni xotini bu. Mana. Bu xudo xolasa birinchi tug'ishi deylar. 7 ta tug'di. 7 tadan 3 tasini o'ldirdik. Hech ehtiyotsizlik qildik. Mana, kalta quloq. Rangi ham juda chiroyli, akkuratni. Mana. Mana shu quyonimiz 7 ta tug'di. Mana shunaqa quyonni yetishtirgan ancha yaxshiroq ekan, karlik bo'lib ham. Vesi ham 1 kilo chiqsa chiqadi bo'lmasa 1 kilo 100-900 gram atrofida. Kamroq yeydi, kamroq axlat chiqaradi. Va ko'pini tug'ar ekan. Quyon fermamizda shunaqa holat, shunaqa kletkadan 4 ta tepaga, 4 ta pastga qilmoqchimiz. Kelajakka xudo xolasa planimiz. Quyon xonamizni ventilyasiya bir narsalarini nasl endi sekin-sekin qilamiz. Qish paytida ventilyasiyaning o'zi shart ham bo'lmadi. Asosan yozda kerak bo'ladigan narsasi, bu ham endi yangi kirganlar, yangi quyonchilik bilan shug'ullanaman deganlar ko'radi baribir videoni. Asosiy birinchi bo'lib qiladigan narsa bu yerga hech qachon axlatini tushirmang. Bu beton bo'lsin, turpoq bo'lsin, yer bo'lsin, axlati yerga tushmasin to'g'ridan to'g'ri. Biz mana shunaqa tunikadan sliv qilganmiz. Mana shu narsa, mana bu yerda paqachasini qo'yib qo'yganmiz. Bu 4 kunda bir, 3 kunda bir paqacha 0.5 kichkinagina jomchachasi to'ladi. Olib to'kib yuboramizda, bitta chayqab turib, mana nasoschamiz bor. Tagiga o'tib pisirlatimda chayqab turib, axlatga tashlaymiz. Mana u axlatini. Va ashanda hidi kelmaydi. Asfalt bo'lib, stashka yoki turpoq joyga to'g'ridan to'g'ri axlat tushadigan bo'lsa, juda ham axlat sassiq narsa bo'lardi. Chunki menda ham tajribam bor bu narsada. Oldin axlatlari to'g'ridan to'g'ri yerga tushadigan qilgan edik. 100 million yo'qotganman mana shu go'sht yo'nalishida boqqanda. 100 million prям ziyonga kirib ketganman. 100 million yo'qolib ketgan. 100 millionlik demak tajribam bordi. Shunga yaqinda erinma deydi. Mo'kletgan tagi ochiq edi. Shunaqa tunikadan ozgina hafsala qildik. Arzimagan 100 ming 200 ming sarfladik xolos. Zato hit problema, asosan problema hit yo'qoldi.
narigi ventilyatsiyalarini qilib, goframi deb qo'yadi. Yoniga gofra qilib, xudo xolasa, mana aka tepada 4 ta, pastda 4 ta mana shunaqa qatorasiga shakletga qilish niyatimiz bor, xudo xolasa. Va bedanamizga ham joy qiladigan edik. Bedanamizga ham mana shu oxirida ustiga joy qilmoqchi edik. Endi ko'ramiz, agar bu 2 etaj bo'lib ketadigan bo'lsa, quyonxonadan joyimiz kamayib ketadigan bo'lsa, boya ko'rsatganimdek narigi tomonga mana shu oxirida ustiga uzunasiga 4000-5000 atrofida bedana boqamiz. Tuxum yo'nalishida. Tuxum yo'nalishiga yetkazib turib, sotamiz xudo xolasa. Bundan oldin ham mana shunaqa qilgandik, 40 kunlik marafon qilib, juda ham yaxshi bo'ldi. Juda ham ko'pchilikka foydamiz tegdi. Ko'pchilikka berdik, ko'pchilik xursand, tuxumini tug'dirdi, yegani yedi, sotgani sotdi. Nasib bo'lsa mana shu tomonga qilish niyatidamiz xudo xolasa. Albatta bu jarayon bo'yicha bo'lishib boraman. Hali qiladigan ishimiz hali ancha. Tashqariga o'rdaklarga tuxum qo'yadigan joy qilishimiz kerak. Penablokdan nariga basseyn boshlab qo'yganmiz. Bu basseyn tugatishimiz kerak. Ishlarimiz ko'p. Shunga fursat boricha, shuna hozir quyonxonani bitta ko'rsatdim. Quyonda ham ozgina tushunchamiz shu. Shunaqa foydali informatsiya bilan bo'lishkim keldi. Maqsad shu o'zi. Instagramda ham, Telegramda ham ma'lumotlar bilan bo'lishib, kimgadir qanaqadir foydamiz tegib qolsa, biz xursandmiz. Maqsadimiz shu. Nasib bo'lsa, berilgan informatsiyalarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Asosiy mana shunaqa dvijeniya. Qo'shimcha daromad hech qachon teshib chiqmaydi. Bu 2 kunda bir, 3 kunda bir kiradigan joyimiz. Yemlarini bitta ko'rsatay, esimdan chiqib qopti. Bu oddiy granula yem. Universalda qo'y, mol, echki, yana bir narsalar yeydi. Tovuqlar ham yeydi, lekin tovuqlarga qimmatli qiladi. Quyonlar lekin maza qilib yeyapti. Aynan quyonniki emas. Do'stim o'zi chiqaradi, proba qildik, berdik. Maza qilib yeyishyapti, foydalandik. Shunaqa granula yeydi. Shunaqa bir chinini olasiz, to'kasiz. Olasiz, to'kasiz. Yana olasiz. Yana to'kasiz. Bo'ldi, tamom, 2 kun kirmaysiz bu yoqqa. 2 kun, 3 kun ham kirmay qo'yasiz. Esingizdan chiqib qolsa 5 kundan keyin ham kiraverasiz. O'lib olmagan bo'lsa, xudo xolasa, hazır. 2 kunlar kirmaysiz, qo'shimcha daromadni qarang, tug'ib turishsa. 5 ta qo'yoningiz 2 oyda bir tug'ib turaversa. Qaynab ketadi-yu, 200 ta, 500 ta bo'lib ketadi-yu. Yilda oxirida bitta soting. To'g'ri, endi boqib turish problem bo'ladi. Boqqancha o'zi yo'qolib ketadi. Aynan shunaqa bir zotli narsani boqadigan bo'lsangiz, o'sha 1 yil ham ushlab o'tirmaysiz uni. Tug'ilishiga ela sotasiz, tug'ilishiga ela sotasiz. Biz shunaqa qilib sotdik, bir sotib ko'rdik. Yaxshi, odamlar tortdi. Qiziqadiganlar bor ekan. Nasib bo'lsa, ma'lumotlarimiz foydali bo'ldi degan umiddaman. Qanaqadir bir savollar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Qanaqadir xizmat bo'ladigan bo'lsa, Instagramimizda telefon raqamim bor. Bemalol telefon qilib, xizmat bo'lsa aytaverasizlar. Nasib bo'lsa, qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz.